Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 17-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda lam harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Lam harfini yozish uchun har doimgidek yana 3 ta katak olamiz hamda birinchi hamda ikkinchi kataklarga quyidagi holatda yozsak, bu so'z boshida yozilishi bo'ladi. So'z o'rtasida yozish uchun ham xuddi shu holatda yoziladi, faqat undan oldin va keyin harflar bo'lgani uchun ulash maqsadida quyidagi cho'pchalar qo'yiladi. So'z boshida esa undan keyin harf bo'lgani uchun quyidagi cho'pcha qo'yilyapti ulash uchun. So'z oxirida kelganda esa quyidagi holatda yoziladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kataklarda yoziladi hamda undan oldin harf bo'lgani uchun ulash maqsadida quyidagi cho'pcha qo'yiladi. Alohida holatda kelganda esa so'z oxiridagi holatdagi bilan bir xil yoziladi. E'tibor beramiz, so'z oxirida va alohida holatda yozilganda 3 ta kataklarda yoziladi ekan. So'z boshida o'rtasiga kelganda esa 2 ta katakda yoziladi. Bu qaysi harf deganimda siz har doimgidek lam harfi deb javob berasiz, lekin o'zbek tilidagi qaysi harfga to'g'ri keladi desam, o'zbek tilidagi l harfiga to'g'ri keladi hamda l deb o'qiladi. Endi keling, shu lam harfini shu so'z boshida kelgandagi holatini ayrim harfga o'xshaydi. Shuni hozir birgalikda ko'ramiz, farqlab ko'ramiz. Qarang, e'tibor bering. Biz oldingi darslarimizda masalan aziza deb yozib ko'rdik mana. A harfi birinchi, ikkinchi katakda yozildida quyidagi cho'pchani qo'ysak a bo'lardi, to'g'rimi? A, Z, I, Z, A. Mana A, Z, I, Z, A. Aziza deb yozib ko'rdik. Endi qarangda, shu A ni bunday Z ga ulab ko'rsak nima bo'ladi? Qarang, e'tibor bering. A harfini bunday Z ga ulasak, mana Z harfiga ulaydigan bo'lsak, bu endi aziza deb o'qilmaydi. Bu endi L bo'lib qoladi. Shunda la ziza deb o'qiladi. Shunda qoida kelib chiqadi. Qarang, e'tibor bering. A harfi o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Mana, ulanmayapti, lekin o'zidan keyingi harfga ulansa, bu L harfiga aylanib qolar ekan. Mana e'tibor bering-da. L harfini so'z boshida yozilgan holatni qarang, A harfiga o'xshab ketadi. Ustiga buni bitta cho'pcha qo'ysak, A harfi bo'lib qolyapti. Qarang. Demak, e'tibor berasiz. L harfi o'zidan keyingi harfga ulansa, bu L bo'lar ekan mana. O'zidan keyingi harfga ulanyaptimi? Demak, bu nima ekan? L. L, A, Z, I, Z. Laziza bo'ladi. Lekin o'zidan keyingi harfga bitta cho'pcha qo'yib, o'zidan keyingi harfga ulanmasa, bu A bo'lar ekan. Qarang. A harfida keyingi harfga ulansa, L bo'lib qoladi. Mana qoida sifatida yozib qo'ydim. L harfi o'zidan keyingi harfga ulanadi mana. O'zidan keyingi ulanyaptimi? Demak, bu nima ekan? L harfi ekan. O'zidan keyingi ulanmadimi? A harfi ekan. Demak, tushundingiz-a? Har doim eslab qoling, L harfi o'zidan keyingi harfga ulanadi mana. Bu A mi yoki I mi, U mi deb o'ylab qolsangiz, qarang, o'zidan keyingi ulanyaptimi? Demak, bu L harfi hisoblanadi. Hozir endi qarang, kitobdagi misollar bilan birgalikda o'qiymiz, yana yaxshiroq tushunib olasiz. Mana L harfiga oid so'zlar keltirilgan, shularni birga o'qiymiz, qarang. Bu A harfi. Chunki o'zidan keyingi nima qilyapti? Ulanmayapti. Shunda al, al, b, a, l, bal, l, a, m, lam, l, u, m, lum. Mana e'tibor bering, qarang. O'zidan keyingi harfga L nima qilib kelyapti? Mana ulanyapti. Shuning uchun bu nima? U. U harfi hisoblanadi. Agar ulanmaganda deb o'qirdik. A, U harfi bo'lib qoladi. Ulangani uchun bu L hisoblanadi. L, U, M, lum. Mana bunga ham e'tibor bersangiz, A, N deb o'qib qo'ymang, A deb o'qib qo'ymang buni. Chunki o'zidan keyingi N ga nima qilinyapti? Ulanyapti. Shuning uchun bu L bu. L, A, N, lan. K, I, L, kil. N, A, Z, A, L, A, nazala. Qarang, mana bu ham A ga o'xshaydi, lekin A emas. Chunki o'zidan keyingi harfga nima qilinyapti? Ulanyapti. Agar ulanmaganda A bo'lardi. Shunda bu L bu. L, A, Z, I, M, A. Lazima. K, A, M, U, L, A. Kamula. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. A, N. Mana yumaloq o'zi N ni tepasida bo'lishi kerak. Bosmada siljib ketgan. A, N. An, Z, A, L, A. Anzala. Yana bitta so'z bor bu yoqda. Al, al, z, a, m, a. Al, zama. Qarang, e'tibor bering mana. Bu nima emas? A yoki I, U emas. Chunki o'zidan keyingi harfga ulanyaptimi? Demak, bu L bu. Shunda al, zama. Endi boshdan shu qatorni bir o'qib ko'ramiz. Al, bal, lam, lum, lan, kil, nazala, lazima, kamula, anzala, alzama. Endi pastdagi so'zlarni o'qib ko'ramiz. Akmala, akalat, akalana,
akalata, akalati, akalatu. Endi bunisiga o'tamiz. Akaltum, a k a l, mana l bu qarang. Beqam bo'lanyapti. Akaltum. Endi pastdagini o'qib ko'ramiz. Bul, yalamlam, tazalzala, yatazalzalu. Mana shularga e'tibor bering, kitobda sal xatosi. Mana a harfi t ustida bo'lishi kerak. Mana bu ham t ustida bo'lishi kerak. Sal siljib ketgan bosmani xatosi. Yatazalzalu, mutazalzil. Mana qarang, e'tibor berasiz. L harfi o'zidan keyingiga ulanar ekan. Mana qarang, a harfi lekin o'zidan keyin k ga ulanmaydi mana. Bu yerda ham k ga nima qilinmayapti? Ulanmayapti. Agar ulansa bu l bo'lib qoladi. Hamda uni belgichasi ham yo'q bo'ladi albatta. Endi mana bunda ham qarang, l ani lan. An deb o'qib qo'ymang buni. An deb o'qimaymiz, chunki a o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Tushundingizda farqini? Menimcha farqini tushuntira oldim deb o'ylayman. Demak, sizga uyga vazifa har doimgidek birinchi leksiyani ko'chirib olasiz buni. Undan keyin mana farqini tushuntirganimda ham yozib olasiz. Mana farqi yana bir bor aytib o'taman. A harfi o'zidan keyingi ulanmaydi mana. Bu a bo'ladimi yo tagiga qo'ysak i bo'ladi. I ham, ustiga qo'ysak u bo'ladi, u ham. Hech qaysi o'zidan keyingi harf ulanmaydi. A, i, u harflari mana. Lekin l harfi nima qilar ekan? Ulanar ekan. Xo'p, bu betda ham yozasiz. Undan so'ng quyidagi misollarni o'zingiz daftarga yozib kelasiz hammasini. Yozilish tartiblariga e'tibor berasiz. A harfi birinchi, ikkinchi katakda, L harfi qarang, alohida holatda kelyapti yoki bo'lmasa so'z oxirida kelyapti, siz tushunsangiz ham bo'ladi. Bular 3 ta katakda yoziladi. 1, 2, 3 kataklarda yozasiz. Bu B harfi ikkinchi katakda, L harfi 1, 2, 3 da yoziladi, oxirdagi holat. Yana L harfi ikkinchi katakda, M harfi esa pastga tushib ketadi. Mana shularni o'zingiz yana bir misollarda daftarga yozib, hammasini bizga jo'natsangiz, biz vazifalar tekshirib beramiz. Keyin YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqdagilar uchun e'lonimiz bor. Biz har kuni soat 14:30 da Telegram ijtimoiy tarmog'ida testlar olyapmiz. Sizlar ham testlarda qatnashishingiz mumkin. Men uni manzilini videosida qoldiraman. Keyingi darsimiz yana har doimgidek 2 kundan keyin soat 21:00 da bo'ladi. Endilikda darsning oxirida, endi qanchalik darajada tushunganligingizni bilish uchun sizga 3 ta savol beraman. Mana 3 ta so'z yozdim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi savol deb raqamlab qo'ydim. Shu so'zlarni siz endi o'zingiz qanday o'qilishini yozasiz. Bitta variantini bermaymiz endi. O'zingiz shu o'qilish variantlarini uyga vazifaga qo'shib jo'natsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa shu videoning ostida yozib qoldirasiz.